Ha bo'ldi. Qancha? Qancha? 500. 515. 515. Haydi. Jo'ga 520 ga bardik shu. 520 kilo. Targ'ilib. Bası 90 ming so'm. 85 ming so'm bo'ldi. Qara buqa. Salmog'i 461 kilo. 461 ham lan. Ha. Bası 85 ming so'm. Narx qancha chiqdi targ'ib? Yo, targ'ib qancha chiqdi? 520. 500'dan etin 170 so'mdan alıp atışıptır. Yema tepene. ...595 kilo çıktı karabuka. Kilogramın 170 so'mdan alışat eken. Vay bilen 96 yarım çıkar. 100 so'mdan Jüveyi 170 so'mdan aldı. İşte o. Kalsa pişman adam gözüne Kansiler Kızıl bukanda 58 mingga bağlıdır. Buka çıkarlar bergin var. Nasıl 500 so'm ko'rsam beremiyorlar. Yo'q, men aytgandim. 58 ming so'm oldu. Cömer oldu. Men aytgandim. Tirishma oldu. Yo'q. Bak. Qo'ychim, sana aytdim, bo'ldi. Ochiq aytdim, aybi. Qarakamdan taraz aslında özün ösüp de kör atmasın işte. Oldu. Yo'q, men aytgandim, o'ch aytdim, bo'ldi. Sağa da aytdim, qo'y. Buqani 58 mingga bermey tavız deydi. Salman Groyli deydi. Boşa turgan bu ondan çakır. Senin bu aylarsına Başını çıkar koyun kötü. Hayır Ezgi'nin. 344. 340 koyarız Ezgi'nin. 349. 349 kilo çıktı. Akçasını bir koysa? 349 kilo çıktı. 58 mingga vermeye koyduk deydi. Buna iki kız buqa 56,5 ming so'mdan bo'ldi. 56,5dan bo'ldi iki buqa. Qizillar. İki buqa 56,5 ming so'mdan bo'libdir. 56,5 ming so'mdan alınıptır iki buqa. İki koy 18 ming so'm bo'ldi deydi. Aka qo'ygancha oldu? Qo'chqor 11 ming so'm. Erkek torpoq 26 ming so'm bo'ldi. Buqani 120 ming deb atışat, salmog'i 593 kilo chiqdi. Buldagi 120 ming so'mda o'tadi. Salmoq bile olaylı deydi. Bugün saylav. Bugün saylav. Beş 58 kilo. 58 kilo. Bu 558 kilo çıktı. Berkinisi 593, bunusu 558 kilo çıktı. Akçası 120 ming so'mdan. Kilo 592. Onun bağısı 65 ming so'mda o'tadi. İki tiş buqa. 65 ming so'm. Qancha satıldı bu? Qancha satıldı? 58.
Buqa 58 ming so'mga satıldı. Bo'ldi yeter. Qanchada o'tasiz mi? 55 bin lira. Buqani 58 mingda o'tadi. Qardarlar 55 mingga so'ragan ekan, berib qo'yibdir. İki tish buqa. Buqaning bahosi 80 ming so'mda o'tadi. No, iki buqa birigib 130 ming so'm bo'lib tur. $65 ming so'mdan bo'ladi shunda. Ya ulan basını aytib qo'yingchi. 42 alındı. Ha 42 alındı turibdi. 42 ming so'mga olindi deydi. Urg'ochi Qunajin. Ya qancha satıldı lan? Buqa 56 ming so'mga satıldı. Ya maşına var mı o zaten tutup duray. Maşına çok da. İki buqani 115 ming so'mda o'tadi. $57 mingdan bo'lib qoladi. İki tish buqalar. Akamlar qanchadan o'tasiz? Qanchadan o'tadi? Ha? 55. Buna oldu. 55 ming so'mdan. İki tishda ular ha? İki tish buqalar 55 ming so'mdan deydi. Nasıl aşındaydı ha? Yok, başında. Şu an burada. Ya bas kaç ekan bunun? 48 ming so'm. Bir yaşar bu. Ben takmayla koyayım. 48 ming so'm. 43,5 berib aytam deydi. Egas. 43,5 bağlı o'tadi. Şuraya taksana. Universal. Ha 50 bin lira. Targ'il buqani 50 ming so'mda o'tibdir. Qanchaga suratli berib qo'ydingiz? 43.800 ga bağılıptır, berbe koydum deydi. Az qo'shsa beretleringiz da? Siz qanchada o'tasiz? Qanchada o'tasiz? 55 mingda o'tasiz. Qanchaga keldilar, berbe qo'ydingiz? 50 mingga kelgan ekan, berbe qo'ydim deydi. Aka qancha bu? 42 ming so'mda o'tibdir. O'spirim. Akamda alanın basını aytib qo'yingchi. 40 kam var. 40 ming so'm kam bor deydi. Qanchaga berib qo'ydingiz? 40 ming so'm kam var. Akamlar Qashqarning bahasini aytib qo'yingchi. 40 ming so'm deydi. Qizildicha? Yo'q, bir deyla. Yo'q, bir deyla ekan 40 ming so'mdan. Ya torpoqlar qancha ekan? 8 mi? Ha, 44 dan veriyoruz. 44 ming so'mdan beramiz deydi erkek torpoqlar. 44 ming so'mdan.